Assalomu alaykum. Xudo xolasa mana uyga 200 kvadratgacha kotelimizni uyga egasiga beramiz. Oltinko'lga, Qo'rg'oncha mahallasi. Mana ichida turbalari ko'p, o'txonasi 50 kilogacha joyi bor. Sovuq kunlari 30-40 kilo yoqib qo'yganda qiylanmasin deb qilib qo'yilgan ombori. Xudo xolasa mana eshiklari suvli, kichkina bo'lsa ham mana shlangalarni qo'yib qo'ydik. Bu yoqdan anaqasini oladi, mana ichida narsalarni ham tashlab qo'ygan. Bu yog'i mana o'tmasini oladi, kulini oladi. Bu yog'ida bu tomoni mana xo'tka tomoni. O't bu yoqdan chiqib, bunga kirib, bundan chiqib, bundan kirib, bundan chiqib ketadi. Xudo xolasa mana dimoxodlarni tagiga. Tagidan buni ham ochiladigan qilganmiz, turba qoqishga qiyin bo'lmasin deb. Xudo xolasa bugun egasiga jo'natamiz. Joyidan ham Xudo xolasa bitta video qilib beradi akamiz. Joylaymiz uni ham.